Assalamu alaikum qarindoshlar. Hozir Amsterdam Dam maydonida biz vaqtdaylar. Dam maydonida faoliyat qilib turibgan bizim bayroqlarimizni chiqarib, mishada Xitoylar tang namoyish qildik. Ammo bular bayroqni yig'dagi soxtmas Xitoylar soxtmas oshkorlayapti. Chinese government recognize Uyghur genocide. First Uyghur genocide. Don't touch me. Assalamu alaikum. We are together. All right? Why? We are together. Yes, first recognize Uyghur genocide. Must recognize Uyghur genocide. Must recognize Uyghur genocide. China. Taxtlar balıb bir Amsterdam meydan bulatgan narsa. We are here to commemorate. Must recognize Uyghur genocide first. We are here 90 of my family is freebies. More than 5 years. I don't know. Terrorist China. Terrorist China. Terrorist China. Terrorist China. Fascist China. Fascist China. You must recognize genocide. I am not your enemy. I am here to help you. This is Netherlands. Shanghai, Xi Jinping, 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 Terrorist. Xi Jinping, Xi Jinping, Mana biz Amsterdam Dam meydanida ma Xitoy tajovuzchilari mishada Urumchida bo'layotgan o't apitiga norozi bildirishdan o'yniga uyallar ekan. 小一小在欺负水路，为我们国家劳动同胞，小一小，小一小，Go China, terrorist China, go China. Taxtama videoni balla taxtinglar. Terrorist China, go China, fascist China. Go. Saqchi keldi mana bal taxtlar saqchi keldi. Saqchi keldi. China. Fascist China. Saqchi keldi, bal saqchi keldi. Yaxshi. Yaxshi. Yo'li opdet hukumat. Yo'li opdet hukumat. Ha. Taxtini bal videoni. Bunda Xitoyga Dam maydon tetimiz. Taxtinglar. Allahu akbar. Ay. Ay maydesiz. Bak Xitoylarga mana saqchi keldi. Bu Xitoylarniki o'ynayotgan o'yini bu. China stop genocide! China stop genocide against Uyghurs! More than 3 million Uyghurs concentration camp! Fascist China! Terrorist China! Fascist China! Terrorist Xi Jinping! Terrorist Xi Jinping! Terrorist Xi Jinping! Terrorist Xi Jinping! Fascist China! Terrorist Xi Jinping! Terrorist Xi Jinping! Terrorist Xi Jinping! Terrorist Xi Jinping! Taxtini bal videoni Amsterdam Dam maydoni hozir Xitoylarga xel tutishdik. Saqchilar keldi, kelsin saqchilar. Saqchilarmi bor mana? Deymiz, mana saqchilar bor. Mana 不要核酸，要吃饭；不要松动，要自由；不要谎言，要尊严；不要文革，要改革；不要人权，要选票；不要无产，做公民；罢免对手。Iedereen mag demonstreren. Fascist China! Fascist China!
近平，法西斯习近平。下台，习近平下台，习近平下台，共产党下台，共产党下台。 Kalktınlar vallahi kalktınlar. Xitayning o'yiniga o'yinlar kelgan. 下台，共产党下台，共产党爆炸。抗议独裁国会习近平。 Terörist Xi Jinping. Terörist Xi Jinping. Terörist Xi Jinping. Mana to'lisak faşist China terörist Xi Jinping deb to'lisak Xitoy ketyapti. 咱们一定要分清，中共是中共，中国是中国，中共和中国咱们要分开啊！中国几千年了，共产党是独裁暴政哈，执政老百姓不 Faşist China. Faşist China. Faşist China. Terörist China. Terörist Xi Jinping. Terörist Xi Jinping. Terörist Xi Jinping. 天灭中共，天灭。 Bugün ben Amsterdam'da meydanda bir türküm insanlar bir narsa kutluyor. Men kelsek bayroqlar maqsad taqishga ko'zga. Yelma dam meydan kaptoq, maqsad ketib qadilib. Ve işini qalayim qattiq qotib bo'lib o'tdim. 咱们作为中国的同胞，咱们曾经入过共产党的组织党团队，大家一定要退出来啊！你们可以上网，大体连上都有帮大家退的，作为一个。 Uyg'urga yordam qilamiz deb kelibdi. Bayroqimni qabul qilmaydi ekan. 咱们与善同行，不与 Va bayroqni chiqarsam bo'lmaydi ekan. Menga Uyg'urga yordam qildi ekan va ifloslar hayvonlar. 共产党暴政，共产党暴政，习近平下台，习近平下台，习近平下台， Faşist Xi Jinping. 下台，习近平下台。 习近平下台，共产党下台，共产党下台，共产党下台，共产党下台，共产党共产党。 Terörist Xi Jinping. Terörist Xi Jinping. Terörist Xi Jinping. Terörist Xi Jinping. Faşist China. Faşist China. Terörist Xi Jinping. China lie, people die. China lie, people die. China lie, people die. There's no difference. No different. No different. Refer and see. It's self-star. Chinese people, but Respect the Chinese people. Listen to me. You're first. Listen to me. Don't touch me. Communist Party is the fascist, not the Chinese party. Touch ya vallahi. Chinese Communist Party is fascist, okay? Not China. Katılın valla. Ya da meydan gidenlik çok çıkıp bir gel. Sakşla. Kom. Polisler kom. Bana sakşılama bak. Yürü ot yakıt onu. Terörist China. Faşist China. 100 kişi var biz. Tek yürümüz için var. Bir kere Amsterdam'dan meydanı Xitayning ishtir yig'ib ketibdi. O'yan qo'yqoltiribdi bular. Bo'sh yoshlar ikki guruh bor ekanda bularda. Yelim bir Amsterdam yaxshi kaptoq kechlarda namoyish qilib ketgancha tamoq yeb, Olimjon, Boratjon bir qanchamiz kelib qolgandik-da, kechda qanday bir faoliyat qiladi bu yerga kelayli deb. Kelsak bu yerda o'yin bor ekan. Xitoy tajovuzini qo'rqatgan bizning oy yulduzli ko'k bayroq Xitoylarning ko'ziga sig'maganligi uchun bu yerda jidalni cho'ngini chiqarmoqchi bo'ldi. Uningga biz kuchli qarshimiz bilan Xitoylarni yilmikarlarni bishit qilib yotdik. 不要中共，要自由，要尊严。不要中共，要自由，要尊严。 Duri Dungtuaristan. 共产党暴政，
Free Uyghur! Free Uyghur! China stop genocide against Uyghur in East Turkestan! Ha deyda sakçazı. Meyen kim orlaştıgan adam kim o? Bizden karımız yok. Okumayma dedi orlaştıgan adam. Biz orlaştırmadık faaliyetler. Eğer orlaştık adam bombası hazır aydütümüzdeydi. Aydütümün öyle dedi. Edemezsin. Faşist Xi Jinping! Faşist Xi Jinping! Faşist Xi Jinping! Terörist Xi Jinping! Terörist Xi Jinping! Free Uyghur! Free Uyghur! Free Uyghur! Independence for East Turkestan! Independence for East Turkestan! China get out from East Turkestan! China get out from East Turkestan! We want to freedom! We want to justice! Toğlanlar, balık toğlanlar. Basakça takarım sana bombayla. Son konuşmanı yap, dağıtmamız gerekiyor.
Sizden 3 lira şu yaptım Ahmet Baka. O şunu qarab baqasiz, meniki hozir kiryapti. Assalomu alaykum, hurmatli qarindoshlar. Biz hozir Amsterdam Dam maydonida. Dam maydonida bugun namoyishimizni qaytgandan keyin o'sha yerda bir faoliyat bo'ldi deganda biz anglab Abdurimjon, endi ikki qarindoshimiz to'rtimiz kelgan. Kelsak, bu Xitoylar o'rlashtirgan bir faoliyat var bu yerda. Şu Urumchilik yoshi o'tib ketgan ishqa qilgan. Shuning bilan bu yerda biz bu bayroq bilan bu qo'limizdagi masalan maqsadni chiqarib tursak, bu yerda Uyg'ur ismli ba'zi manqurtlar bor ekan. Bayroqni yig'ib etgan bo'lsangizlar, bular bilan biz ham tortishib tursak, Xitoy kelibdi, Xitoylar. Bayroqni yig'ib et, o bo'ldi. Shuning bilan bu yerda bayrog'imizda shuni jinimni olsangmi, bu bayroq bu yerda yig'ilmaydi dedik. Faqat 4'imiz bor, ammo Xitoydan bu yerda 3-4 Xitoy bor. Bayroq bu yerda jangga jo'davlab ketdi Dam maydonida. Shuning bilan bu yerda hozir Xitoylarning lekin asta hozir shamil yig'ilib jimmita turdi iboyatda shunda vaqirab, jaqirab bir faoliyatlar bo'lib ketgan bu yerda. Sizlar mana Xitoylar hozir bu yoqda. Bu yerda biz Maya maydonida tursak, bu yerda hozir bizni bayrog'imizni ko'rib, bayroqni açsak biz bu yerda qo'yimizda bu Xitoylar maxsus Xitoy konsulini o'rlashtirgan ishlar ekanda bu qarasak. Bizga sözde bizga yordam qilamish, sözde. Ammo bizning bayrog'imizni qabul qilmaydi ekan, bizning Uyg'urligimizni qabul qilmaydi ekan. Xitoylarning bu rezil tajovuzchi bosqinchi kafirlarningki tarixdan buyon bizga shunday saxtpazlik bilan saxtkorlik bilan aldab qo'yotgan Uyg'urlarga qaritib turib jinoyatchi ama Uyg'urlar da'vatida qaritib turib yuzimizga ishonmanglar deb mana qasdan ishtiryapti ular. Bizni ham terrorchi deb chaqirdi, oldimda yuzimda meni adımız biz 4 Uyg'ur va mana terrorchi ama adım o'tdagan ishonmanglar deb yuzimizga da'tdi, mana shu saxtpazlikda ishongin olmaydi bu haqqa. Shuning bilan bu yerda bu kafirlarningki bayniya qilgan eskilikni abi ham ish qilib Abdurimjon bir narsadan video qoldimda bir narsa juriyatda xumudim hamda nima bo'lib ketdi. Cho'ng talash tortishlar bo'lib ketdi bayniyaqa. Biz bu yerda turimiz dedik. Mana shu ko'k bayrog'imiz bilan bizning Uyg'urlik simvolimiz bilan Sharq Turkistonlik simvolimiz, Sharq Turkiston simvoli bilan turimiz desak, bizni bayrog'ni yig'ib ma taxtayni yig'ib anondan keyin tursa deganda gaplarni qilib, bu yerda bizni nim qilganda shuning bilan biz dedik, bizning shu bayrog'imiz bilan Uyg'urlik salohiyatimiz bilan turimiz bu yerda, Sharq Turkistonlik salohiyatimiz bilan turimizda bu yoqqa vaqtida bunda bir ishlarni qilib kelganda. Shuning bilan bir muncha talash shu bu Xitoylar mayadni hozir Matug'allar Jungo Kommunist Partiyasini qo'llamaydiganlarmish mala. Maya tug'allar mana. Hozir oyoqqa hamda resmiy Xitoy Jungoning Xitoylari Qizil qora Xitoylar bu yoqqa hozir bo'linib, bizni ayardan qilganimizdan qilayotgan ishi bizning Urumchilik qarindoshlarimizni qo'llaganmish. Ana shundan bu Xitoylarni bu yoqqa jo'davlab ketdi bu yerda bir muncha. Bu yoqqa bilib hozir hamda mana bu to'rtimiz 4 Uyg'ur, Urumchi necha Xitoy bor mana yerda? Assalomu alaykum, hurmatli qarindoshlar. Xitoyning ardida mana hozir ketdik mana. Degan Dam maydonida tajovuzchilar bizga bu yerga chiqqan bilan hammasi keyin uyan bor ekanda bularniki. Men dedim, "Ang'asa Uyg'urlikni e'tirof qil" dedim. Uyg'urlikni e'tirof qil, aning keyin sen bilan biz paranglashmaymiz. Desak, uni bilan bizning ishimiz yo'qda, yo'qol emsa, ishchi berma Gollandiya bu narsani qilsa, erkin davlatda bizning fikrimizni bo'lgan bo'lsa, yo'qol. Desak, garimizga vaqirab shinalarlar kim saqchi chiqib ketdi. Vaqtdan hammasi nima qilib ketdi-da. Bilvat qayoqda hammasinikini. Chiqib ketgani bu Xitoyniki bir o'ynatgan o'yin ekanda bu narsanikini. Degan nima yaxshi Amsterdam g'olimjondan kechdi ketmay qilib qapti qilmaydi. Ikkisini qaqib Shuni bilan bu nimalarga Xitoylik o'yinlarni bish qilyapti, Dam maydoni bir chang
g'avg'o chiqarish orqali o'zimizning qo'rqmas irodamizni, Xitoyning oldida tiz tutmas irodamizni, jasoratimiz orqali Xitoylarning ba'zanlar qoyillar bizni qo'llaganlari bo'ldi. Ba'zanlar ishonmayman Abdurrahimjon. Ishonmaymiz, ishonmaymiz. Lekin qanday bo'lsa, men qo'lladim deganligim ishonmayman juma. Yo'q, Ayşe qarshi Xitoyga tang, bizdan tang tillada Xitoyni nima qilib o'tiradi. Unda qilsa olmaydi, bunda qilsa olmaydi. Ham shunda bo'lsa-mi, yig'ib aytgan vaqtida bugun o'dik yezg'azlab qo'rildi bu shouchilarning ekan. Hozir mana Most people here, I think almost everyone supports Mana shunday qilib bizniki yog'ar asfaltni bizni qo'llagan ish bu. Bukan bularga hayotda ishonish olmaydi. Men demokratchisi, men o'tsi. Qo'qqashqa bu xalq andan chiqmay üzülib ketishdan qo'rqaq. Ko'rgansa bir qilishlar qilishlari ma'lum. Biz jeb shiz Xitoy 4 Uyg'ur qo'rqaydi deb qopti bu xalq. Yanmayman bunda xalqdan. Bir Uyg'ur o'qib qolsak, bir ham Xitoy tetedi ekanmiz zaten. Bir Uyg'ur bir Xitoy net qilgan tetgan vaqirab Xitoylarda bizga yurak olmagan ekan Uyg'ur Xitoy tetedi ekan. Ish qinim qilamiz deyman Xitoylar. Men taqay ham supurlib kelamdi deb kagindib keladi deb yugurib maqsam ish qaysi kelamdi deb. Kelamiz shu Xitoylar oldimiz kelamadi mana qo'qab. Oldi bir etib ekanmiz, hammasi keladi. Saxtibaz, kazzab, yolg'onchi, terrorist Xitoylar. Allohga emanet qarindoshlar, shuni bir o'rtoqlashib zira men bir qo'ydim Abdurahimjonning nemisida ibodatini shu misha Nahmaydan urush joyda olib ketgan, yana Nahmaydan bu nasib qotgan. Vaqtaylarga vaqirib, kanaylar mag'rib ketib qo'ygan yaqin şeydi. Allohga emanet.